Bugungi retseptimiz limoncello bo'ladi. Hozir limonli qurtimizni tayyorlab olamiz. 3 ta limonni suvini siqib olamiz. Keyin 4 ta tuxum sarig'ini idishimizga solib olib, keyin limonimizni solamiz. Keyin 2 qoshiq limon sedrasini, keyin 1 qoshiq kraxmal solib olamiz. Keyin uni yaxshilab aralashtirib, keyin 50 gramm sarig'imizni sovuramiz. Hamma o'z xohishiga qarab shakar solsa bo'ladi. Men 2 qoshiq, 1 qoshiq shakar sovardim. Sizlar 3-4 qoshiq shakar sovarsanglar bo'ladi. Hozir endi biskvitimizni qilib olamiz. 12 ta tuxum sarig'idan oqini ajratib olib, 200 gramm shakar, 200 gramm un, keyin 30 gramm makka solib, yaxshilab biskvit qilib olamiz. Biskvitimizni tepadan pastga qarab yaxshilab aralashtiramiz. Keyin limon sedrasini ham sovuramiz. Yaxshilab aralashtirib, 150 gradusda tepa-pastini qizartiramiz. 20-25 minutda pishib oladi biskvitlarimiz. Pishganini gugurt cho'pida tiqib bilib olsanglar bo'ladi. Biskvitlarimizni sovutib, oralarini kesib olamiz. To'rga bo'lib olamiz. To'rga bo'lganimizdan keyin ungacha kremini qilib olamiz. Kremiga 1 litr qaymoqga 500 gramm moloko solaman. Yaxshilab mikserlab, qulisi qolguncha mikserlaymiz. Keyin biskvitlarimizga surib chiqamiz. Krem surib bo'lgandan keyin limonli qurtimizni ham orasiga surib chiqamiz. Yaxshilab chiroyli qilib surib chiqamiz. Oq shokoladni eritib olib, bitta pelasini eritib olamiz. Keyin 2 qoshiq yog' sovuramiz. Keyin rang qo'shib yuboramiz. Ustini o'zingizlarning xohishingizga qarab bezatib olsanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha, manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'laman.